أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. Muhterem qadrdan do'stlar, birodarlar, har qaysi shahar, har qaysi qishloqda o'zini komil pirlari, ulug'lari bor. Mana bizni qishlog'imizda ham mana Langar buvimiz, ulug'larimiz, buvilarni buvisi, onalarni onasi, eng ulug' inson Bobo Rahim Mashrab bobomizni piri komillari, Oppa xo'jamning qizlari degan rivoyatlar bor. Oppa xo'jamizni o'sha davrlarda zamona zeyllari bilan anchadir to'polonlar bo'lgan Shoh Mashrab bobomiz o'sha vaqtlarda Oppa xo'jamning xizmatlarida turgan vaqtlarida mana bu buvimizni sondiqqa solib o'sha viloyatdan Sirdaryoda oqizilgan. Mana bu sondiq kelib, mana bu o'zimizni g'ishxonamizni oldidan Rimdan ushlab chiqilib, o'shaga dafn qilinganlar. Bir muddatdan keyin ulug'lar Namangan shahrining katta olim fuzolalari maslahatlashib, Langar buvimizni daryodan uzoqroqqa olib kelamiz deb, mana bu yerga qabrga dafn qilishgan ekanlar. Langar buvimiz Oppa xo'jamizni buyuk chiroyli qizlari bo'lganlar, dona qizlar bo'lgan. Bu kishi Alloh taologa yetishgan ulug' insonlardan bo'lganlar. O'sha vaqtda bizda eng dunyoda ulug' mutafakkir shoirimiz Bobo Rahim Mashrab o'sha yerda bo'lganlar. Bobo Rahim Mashrab Namanganda tug'ilib, Molla Badroxunning qo'llarida o'rganib, ilmni o'rgangandan keyin Oppa xo'jamning oldlarida xizmatda bo'lganlar. Keyin mana bu Shoh Mashrab bobomiz hozirgi Afg'onistonda Boriq shahrida vafot etganlar. Shu yerda dafn qilingan. Mana bu buvimizni juda ko'p mamlakatlardan kelib ko'rilgan. Qadimgi vaqtlarda buvimizda mana bu bodimga bolakallar kelgan odamlar otdan, aravadan tushib kedalab o'tganlar. Chunki izzat ikromlarini joyiga qo'yganlar. Keyingi vaqtlarda mana bu Sovet imperiyasining davrida bu yerlar nihoyatda tashlandi, qolga keltirilgan. Atroflarida hech bo'lmasa 15 gektar yerda egallagan qabriston bo'lgan. Qabristonlari keyingi vaqtlarda 47-yillarda suv qo'yib tekinlab, o'rniga paxta ekilgan. Undan keyin Langar buvimiz qarovsiz qolib bir necha marta suv bosgan. Xalq nihoyatda e'tiborida baribir saqlagan. Bizning qishlog'imiz ham nihoyatda e'tiqodli qishloqlardan bittasi bo'lib, Langar buvimizni imkon darajasida o'rab chunkab kelishgan. Keyingi vaqtlarda mana atroflarini ko'p birodarlarimiz qishlog'imizni katta ulug'lari boshchiligida bir necha marta ta'mirlandi, chiroylandi. Xalqimiz mana bir necha yillardan bir mablag' obod qilish uchun kurashib kelyapti. Mana Tanzir akamizdan bir necha yillar mana bu Langar buvimiz atroflarini obod qilish uchun katta xizmatlarni qildilar qo'llaridan kelgancha. Ikrom akalarimiz ham xizmat qilishdi. Umuman qishlog'imizda katta kishilari mana shu yerda doim muhofaza qilishib, Allohdan so'rab kelishyapti. Keyingi vaqtlarda mana Burxonxon akamizga ham Alloh ta'sis berib, mana atroflarni asfalt qildilar, o'rizonlarga suv keltirdilar. Mana bemalol kelgan odamlar, qabristonga kelgan odamlar asfaltda o'tirib duo fatani qilgan, chiroyli ko'rkam joyga aylanib boryapti. Endilikka kelganda mana bu buvimizni ta'mirlashga to'g'ri kelib qoldi. Mana atroflar nuriy boshladi. Endi albatta hech kim mundaqangi ulug' joylarni qasddan buzmaydi. Hammalari ham ehtiyot bo'lib kiradi. Mana bu kitoblarimizda yozilishicha, albatta masjidlarni, shunaqa yerlarni ta'mirlashda har qanday insonlikdan qat'iy nazar kirib, bemalol ishlashga shariat ruxsat bergan. Mana shu ruxsatga binoan mana kelib bu yerda ta'mirlayapmiz. Mana qishlog'imizni mana katta kichik boylarini to'pladik. Ularga ham katta rahmat. Hammalari mana shu qator bo'lib qo'llarni qovushtirib, qo'limizdan kelgancha Burxon akamiz boshliq tursa, buni albatta Langar buvimizni chiroylab qo'yamiz. Chunki hammalarimizni buvimiz, hammalarimizni pirimizni ular ham duo fatani olib ketishdi. Ularga ham Alloh himmat bersin. Albatta hammamiz qo'limizni qovushtirgan holda e'tibor bilan mana bu buvimizni atroflarini ta'mirlaymiz, chiroylaymiz. Maqsad kelajak avlodlarimizga qoldirishlik. Langar buvimizni bir vaqtlarda insonlar, mana shunaqa insonlar chiroylab ketgan ekan deb ular ham bizdan keyin duo fatiha qilib o'tirishadi. Mana kechagi chaqiriqlarimizga binoan mana qishlog'imizning katta kichilari, ayniqsa mana bu Abdumalik akamizdan juda xursand bo'ldik. O'sha mahalladan mana 3-4 yigitlarni boshlab kelib, birinchi qadam bosib, mana ta'mirlashga qo'llaridan kelgancha xizmatni boshladilar. Endi bugundan e'tiboran kundan kunga odamlar ko'payib, albatta birga kelgan odam e'tiqod bilan, qo'rquv bilan, tahorat bilan kelishlaringizni tavsiya qilamiz.
mana bu langabimizga besabab qoramanglar, atrofimizda ishlaringizni qilib, ehtiyot bo'lib, noshari so'zlarni so'zlamasdan, dillaringizda muddaolaringiz bo'lsa, muddaolaringizni tilab ketaversangiz, inshaalloh Alloh taolaning yaqin do'stlari bu kishi albatta Allohdan hojat so'raveradilar. Hammamiz Alloh hojatimizni ravon qilib, ishimizni oson qilaveradi. Kelajakda shay obod bo'lsa, qishlog'imiz yana ham ko'rkam bo'ladi. Hech bir yerga borganda qishloqni yomonlamanglar. Yoki bo'lmasa hech kimda yo'q odamni orqasidan gapirmanglar. Chunki uy olib qolasizlar. Bu qishloqda turgan odam hammasining ham muddaosi shayni chiroyli qilish, ko'ndan kelgancha albatta obod qilishga harakat qiladi. Bilib bilmasdan yomonlab qo'ymanglar. Chunki shu qishlog'imizda xalqi o'lsa ko'madi, to'y qilsak to'yimizga keladi, bizni qo'limizdan kelgancha boqadi, ta'mirlaydi. Shuning uchun qishlog'imiz ahil bo'lishi kerak, boymi, kambag'almi, hammani e'tiqodi mahkam bo'lishi kerak. Chunki bir kishi agar bir ihson qilsa, yo bir yer ta'minlab qo'yib, men qildim desa, uni qilgan ihson bo'lmaydi. U o'chirib beradi, qilgan mehnatlari kuy bo'lib ketadi. O'shaning uchun qo'llaringdan kelsa, dillaringizda ham, tillaringizda ham qo'llaringizdan kelgancha xizmat qilinglar. Zinhor men o'sha yerda xizmat qildim deb bir kishiga aytmaslik kerak. Chunki qilgan ishini minnat qilsa, bu minnat qilinsa, u qilgan ihsonni qaytarmagandek bo'lib qoladi. Mana bu qishlog'imiz xalqi tinch bo'lsin, osoyishta bo'lsin. Bir duo qilaylik, faqat Parvardigori. Mana bu langabimizni ta'mirlashda, chin qalbidan, dilidan mana bu yerga kelib mehnat qilayotganlarni, mehnat qilaman deb dilda o'ylab turganlarni, katta kishilarimizni Alloh umrlarini uzoq qilib, tanlarini sifat salomat qilsin. Mana qishlog'imizda katta bir oqsoqollarimiz qoldi. Mana Sobirjon aka, Tanzir akamlar, Ikrom aka, Ahmad aka, mana shunga o'xshagan 5 ta odamlarimiz qoldi. Bularni ham Alloh umrini uzoq qilsin, bizga bosh bo'lib yursin. Alloh taolo tanijonlarni sihat salomat qilsin. Mana bu yerga kelib mehnat qilayotganlarni Parvardigori dillarida o'ylab turgan muddaolarga yetkazgan. Burxondin ukamizni ham Parvardigori tanijonlarni sihat salomat qilsin. Iymonlarini hamroh qilib o'tgan ota-onalarni Alloh rahmat qilsin. Mana shu yerda bosh bo'lib yurishlarni Alloh ro'zi nasib eylesin. Hamma qishlarilar qatori bizda xalqimiz ham ilm deb, yurtim deb yonib ishlab, Allohning barcha farazlarini bajaradiganlardan bo'laylik. Mana Bahuvadin Naqshbandiyamizda bir nimalari bor ekan, baytlari bor ekanki, mana qo'ling mehnatda bo'lsin, diling Allohda bo'lsin degan ekanlar. Shuning uchun hammamiz ham qo'limizdan kelgancha mehnat qilaylik, dilimiz mahkam bo'lsin, iymonimiz mustahkam bo'lsin. Mana shu yerga bir qadam bosib, bir ketman tuproq o'g'illarni Parvardigor umrlarini uzoq qilib, tuproq olsalar oltin bo'lsin. Mana bu videoga olayotgan ukamizni ham, yo'qimizni ham o'tgan otalarini Alloh rahmat qilib, joylari jannatda bo'lsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Mana bu yerga mana Ablajon ukamiz bitta kelib qo'ydi so'yib, mana bemalol butun nimalarni aytib qo'ydilar. Bu kishining ham umrlari uzoq bo'lsin, onalarining ham umri uzoq bo'lsin. Mana qabristonimiz ushlarini yo'q qo'ydilar. Mana shu yerga kelib nima muddoda ketgan bo'lsa, hammalarni Alloh muddo maqsadlarga yetsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Ey Parvardigor, mana bu qishlog'imizda oqsoqolligini bajarib turgan mana muqimboy namohlardan Parvardigor umrlarini uzoq qilsin. Rahmat.